Hürmetli vatandaşım, leksimizi devamlaştırımız. Cüngo'nun baş gözü kanıga boyaldı. Amerika köngülü de hoş boldu. Mavzulu haber 2. ayının 29. gün Venvitor beti ilan kılındı. Şu vaxt ilan kılınğan idi. Bu haberde nemi deyilgen? Biz bugün əslab ötümüz ve vatandaşları tanıştırımız. Amerika Qoşmuş Ştatları bilen Cungo Çavuşan'ı cazalaş doğrusunda kelişim hasıl kılgan. Onun keynidilla Bexatarlik Komiteti Çavuşan'ı cazalaş doğrusunda kararı maqıllamakçı bulgan. Bu maqullandı. Bu işler Cungo üçün eytqandı Çavuşan'ı yana bir qatım cazalaş layihasi bolupla kalmastım, belki Cungo'nun Koriya yerim aralı siyaseti devir bölgöç sınaqtaşı bolup kaldı. Koriya yerim aralı krizisi oturgu çıqqandan başlap dünya cemaat fikri Cungo'ga merkezleşti. Cungo'ga intayın faydasız boldu. Cungo köp taraflik bexatar eğer taxatarga duç geldi. Cungo köp taraflik eğer xatarga duç geldi. Cümleden Cungo Koriya münasibet yamallaşıp ketdi. Çavuşan bilen bir septi turup kaldı. Cungo Çavuşan bilen bir septi turup kaldı. Krizis Tayvan boğazdan krizisinden alqıp ketdi. Hatta Cungo ile Yaponiya o'rtasidagi diyoyu yani Senkaku takım aralları talaş tartışının krizisinden mo alqıp ketdi. Alqıp ketdi. Cungo Çavuşan'ı qaytadan muhafazat külligi ostiga elip Cungo Çavuşan münasibetini qaytadan qurish kerak deyishdi. Cungo'da solchilar Çavuşan'ı qaytadan muhafazat külligi ostiga elip Cungo Çavuşan münasibetini qaytadan qurish kerak deyishdi. Cungo'da o'ngchilar bo'lsa, Çavuşan Cungo'ga yük bo'lib qoldi. Tashlab etish kerak. Krizis tashqi siyosat doirasiga yetib kelganda Cungo Rossiya munosabatiga berib ketalatdi. Cungo'nun Tashqi ishlar ministri 2. ayının 23. günü Amerika'ya ziyaret geldi. Nişan ve siyasetini Cungo'ga vakil bulup belgilep, Çavuşan'ı cazalashni kuchaytirish. Sadi raketa sistemini Koriyaga o'rinlashtirishga qarshi turish. Yadroga qarshi turish va tinchlik kelishimini birlikda ijro qilish qatorliqlar. Lekin bu masala Çavuşan yadro qurolları masalasini haqiqiy ma'noda hal qila olmaydi. Avval Cungo Çavuşan jiddiyleşib ketsa, ishtirib qo'ydi deb qo'rqib, Çavuşan'ı jazolashga qarshi turgan. Çavuşan'ın yadro qurolları o'xshashla Cungo'ga tahdid paydo qilishi mumkin bo'lganda, Cungo Çavuşan'ı jazolashga qo'shildi. Cungo Çavuşan'ı jazolashga qo'shildi. Beijing şunun için Çavuşan'ı jazolashga qo'shildi ki, Koriyaga sade raketa sistemini o'rinlashtirish jihatda Amerika bilan Koriyaning yo'l qo'yishini qo'lga keltirish uchun edi. Biz yuqorida ko'rib o'tdik, sade sistemini o'rinlashtirish uchun Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Koriya hukumati hozir suhbat tayyorlik bosqichiga kirdi deydi. Bu yerda Xitoy hukumati nima deyotdi? 2. ayda Minister Wang Yi Amerika'ya kelganda ziyorat uchun o sade sistemini o'rinlashtirish, qarishtirishni kuchadi ve şunun için biz Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Cungo kelishim hosil qildik. Çavuşan'ı jazolash to'g'risida. Bunun sebebi deydiki, sade sistemini o'rinlashtirish, qarashtirish yoki kechiktirish. Endi so'zlab baqaylik, tahlil qilib baqaylik yo'ldoshlar. Hammamizga ma'lum. 2. ayının 18. gün Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Çavuşan'ga embargo siyasi yurgizish to'g'risida qonun loyiha ma'qul. 2. ayının 19. gün Prezident Obama Çavuşan'ı jazolash loyihasiga imzo qo'ydi. Loyiha endi rasmiy qonunga aylandi. 2. ayının 23. gün Cungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika'ya ziyoratga keldi. Çavuşan'ı embargo qilishda Amerika bilan Cungo o'rtaq to'nish keldi deb xabar qilindi. 2. ayının 27. günü Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Cungo hukumati Çavuşan'ga embargo siyosati yurgizish to'g'risida
kelishim hosil qildi. 3 ayning 2 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Bexatarlik komiteti Chavshanni jazolash va embargo qilish qarorini ma'qulladi. 3 ayning 4 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Tinch okean pilotining Stanis belgilik avomatka guruhi Janubiy dengizga kirdi. 3 ayning 6 kuni kelayli Amerika bilan Koreya manevr qilib Pxenyangni egallamoqchi bo'ldi. Manverdi nishon qildi. Manverdi taxminan nishon bo'ladi-ku. Jungo Chavshan chegarasiga harbiy aeroplanlarni o'rnashtirdi. Mavzuli xabar 3 ayning 6 kuni Dovi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Koreya 3 ayning 7 kunidan boshlab Koreya yarim orolida tarixda misli ko'rilmagan zo'r ko'lamda harbiy manevr elib berib, manverning qilich yo'shirmasdan avval hujum qilib, Pxenyangni egallashni o'z ichiga oladiganligini ko'rsatgan. Biz yuqorida ko'rib o'tdik vatandoshim, Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida Chavshanga embargo yurgizish tonishi bo'yicha o'rtaqlik hosil qilindi. Shundaqla ikki davlat o'rtasida kelishim hosil qilindi. Jungo hukumatining g'arzi maqsadi bo'yicha savdo raketa sistemasini Koreyaga o'rnashtirmaslik uchun Chavshanni jazolashga qo'shildi deyli. Jungo diplomatiyasi qo'shildi deyli. Uning ustiga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Bexatarlik komiteti Chavshanni jazolash to'g'risida qaror ma'qulladi. Bu ishlarning hammasi bo'lib o'tdi. Endi Jungo 2 ayning 20 va 2 ayning 27 kuni savdo sistemasini o'rnashtirish qarshi turgan bo'lsa, endi kelib ana bosh so'zlab o'tdik. Amerika bilan Koreya hukumati Koreya yarim oroliga savdo raketa sistemasini o'rnashtirishni suhbatini boshladi. Nima deb tahlil qilamiz vatandoshim? Siz nima deb o'ylaysiz? Kelishim tuzish, jazolash, siyosatni o'ttirg'i chiqarish. Hozir Chavshandan bu siyosatlarga amal qilishi va uni ijro qilishi kutib turmaylar. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Koreya hukumati 3 ayning 7 kunidan boshlab 4 ayning 30 kunigacha tamam degandek bir oy ichida Koreya yarim orolida zo'r ko'lamlik harbiy manevrni boshladi. Harbiy manevr degan so'zning ma'nosi ikkinchi shakllik, urush degan gap endi. Shundaq ahvol ostida Chavshan qanchalik bardoshlik bera oladi? Kelishimlar imzolanib bo'ldi, hammasi imzolanib bo'ldi. Ya'ni vaziyatning taraqqiyoti shundaq kelayotgan bo'lsa, biz buni ya'ni qanday tahlil qilishimiz mumkin vatandoshim? Demak, agar Amerika Qo'shma Shtatlari Sharq Shimoliy Osiyoda Chavshan masalasini hal qilishga qadam tashlagan va shunday ko'ngli pukkan bo'lsa, biz oddiy bir fuqaro sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarini qo'llaymiz va Amerika Qo'shma Shtatlariga madad beramiz.